Xo'jayinim nonushtaga nimalar yeydilar? Bugun erta tong soat 6:30 erim yugurishga chiqib ketdilar. Men esa ularga maxsus nonushta tayyorlayman. Mush o'rtog'im vazn yig'ish uchun diyeta tutishni boshladilar. Ular menga belkovый menyu tuzib berdilar va shu menyuga qarab hozir nonushta tayyorlayman. Orada esa kechasi Korzinka.go ilovasidan buyurtma qilgan mahsulotlarim yetib keldi. Barcha mahsulotlarni bitta joydan arzon narxlarga buyurtma qilsangiz bo'ladi. Исключительно свежий mahsulotlarni solib jo'natib yuborishadi. 1 soat ichida yetkazib berish xizmati. Aytgancha Korzinka.go Samarqand shahrida ham bor. Videoni tagidagi promokod bilan 20 ming so'mlik chegirma olishingiz mumkin. Bugun menyuyimizda yormali bo'tqa, 2 dona tuxum va tvorog. Yormali bo'tqamiz atigi 8 daqiqada tayyor bo'ladi. 1 stakan sut, 1 stakan kipitok va 1 stakan овсяные хлопья va 3 daqiqa qaynatamiz. Orada esa tuxumlarni ham qaynatib qo'ydim va mevalarni to'g'rab qo'yishga qaror qildim. Yeyishga qulay bo'lish uchun shunaqa mayda bo'lakli qilib qo'ydim. Bo'tqamiz 3 daqiqa qaynagandan so'ng olovni o'chirib, ustini 5 daqiqaga yopib qo'yamiz. Mana qarabsizlarki, foydali kashamiz уже tayyor. Albatta mevalar bilan bezatamiz va ustiga semenachiya ham sepdim. Shakar, tuzni o'rniga asal bilan kashani zapravka qilsanglar yana ham foydali va to'yimliroq bo'ladi. Tuxumni esa 7-8 daqiqa qaynataman, o'shanda foydali elementlari tuxumni o'zida qoladi. Mana xo'jayinim belkovый nonushtalari tayyor. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.